Bir savolimga javob bersang. Sen Hobinni sinfdoshimisan? Ha, shunaqa. Bilgandim. U sen haqingda har doim tinmay gapiradi. Maktabda va nihoyat do'st topdim deb xursand bo'lgan edi. Do'st orttirgandan keyin maktabda ancha qiziq o'tayotgan ekan. Senga sotqinlik qilib yurgan paytimda hali ham meni do'stim deb yuribsanmi? Yo'q, senga sotqinlik qilolmayman. Ko'ryapsanmi, Hobin? Do'stingni bo'rilarga tashlab o'zing qochib ketding. Qo'lingdan kelsa uni qutqar. Agar shtonini yechib olsam 50 ming yenga ega bo'laman. Hobin, kelishni xayolingga ham keltirma. Uyingda qolishing kerak. Agar sen tamomsan. O'chiri. Agar ko'rayotgan bo'lsang, maktabni umuman xayolingdan chiqar.